ba'zi bir o'sha fuqarolarimizni o'zi maktabgacha bolani o'qitish kerakmi degan savollar ham ko'tarildida. Ta'limni muhimligini biz o'sha xalqaro PISA tashkilotini baholanishi natijalarini tahlil qilish orqali men tushuntirib berishga harakat qildim. Ya'ni PISA e'tibor beringlar, yana bir marta qaytarib aytaman. 15 yoshda o'tkaziladi. Bu 8-9-sinf. Shu yoshdagi ham bolalarni tahlil qilinganda qaysi biri bog'chaga borgan bo'lsa, ularning natijasi yaxshiroq bo'ldi. Ya'ni bog'chaga borgan bola mana shuncha yildan keyin bu degani, agar biz ta'limni qancha erta boshlasak, uni kelajakdagi muvaffaqiyatiga shuncha yaxshi poydevor qo'ygan bo'lamiz. Albatta, sizning aytgan gaplaringizni isboti bizda bor, bilasizmi? Bu holatni ko'rib o'zim ham bir hayajonga tushdimki, demak, jajjigina farzandlarimizni fikrlash doirasi va ularni bugungi kundagi salohiyatini ko'rib o'zim lol qoldim va shubhasiz menimcha hozir bir lavhamiz bor. Lavhani ko'rgan har bir insonda ham aynan mana shu hayrat, iftiqor bo'ladi. Bu Andijondan tayyorlangan lavha, bilasizmi? 5 yoshli bolajon 3 yoshdan boshlab ingliz tilini o'rgangan. Bugungi kunda ingliz tilida nafaqat u so'zlay oladi, balki fikrlay oladi. Ingliz tilini o'rganadiganlar bilishadiki, so'zlashdan ko'ra fikrlash juda ham murakkab. Marhamat, lavhaga e'tiboringizni qaratamiz. Marhamat. Speak up, guys. Look at this. What is this? I don't know what sound it is. What is your name? My name is Muhammad. Oh, my name is Diana. Muhammad Amin and Diana. I am 5 years old. I'm 5 years old. Do you have a brother or sister? I have brother. I have a sister. What is his name or is her name? Her name is my sister's name is Samia. Samia. What is your brother's name? My brother's name is Mahmoudi. Okay. And this teddy bear. Do you like teddy bear? I don't like it. Why? Good. I like this. It was an onion. Teddy bear. Teddy bear. Like a teddy bear. Like this. Big, little one, and little big, and a big. You're right, actually. This one is small one. Little bit bigger one. Almost one and big one. Mana qisqagina lavhada bolajonlarni ham gapirayotganlar, erkin, xuddi o'zbek tilida so'zlashayotganlar va fikrlayotganliklarini ko'ryapmiz va bu o'sha farzandlarni bolaligidan unga vaqt ajratib pedagoglar, qolaversa ota-onani shug'ullanganligini natijasini ko'ryapmiz. Albatta, yana bir so'z aytdilar, u ham bo'lsa mana shu o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida aynan bog'chaga borgan va yoshlik davridan bilim olishni, o'sha kommunikatsiya deymiz, muloqotni, so'zlashuvni, fikrlashni o'rgangan bolada yutuqlari ham ko'proq bo'ladi. Bizda pedagoglarimiz ham bor. Assalomu alaykum.